Biz hozir yana Xorazm viloyati Shovot tumani Erbek mahallasida joylashgan 1091-1092 konturlardamiz. Ushbu konturda Xalqbank bilan hamkorlikda bir kontur bir mahsulot tamoyili asosida qovun tarvuz mahsulotlari ekilgan. Ushbu poliz ekinlari unib chiqib, hosil olgunga qadar 120-130 kunni talab qiladi. Hozirda bu umumiy shu konturimiz umumiy maydoni 13 gektar bo'lib, 18 ta dehqon xo'jaligini berkitilingan. Bu har bir dehqon xo'jaligini 0,60 gektardan to'g'ri kelmoqda. Hozirda nimamizni shu poliz ekinlarni samarali foydalanish maqsadida Akram Abdurahmon emchijiga berkitilingan. Bu nimani poliz ekinlarni ekilgandan keyin dehqon xo'jaliklarimiz yanada samarali foydalanish maqsadida ikkilamchi ekinlar ekilib, daromadni oshirish ko'zda tutilmoqda.